Amir avtosavdoda arzonga yaxshi Matiz mashinasi. Mashina 2006-yil, kraska holatlari polni pishgan ekan. To'rtta balon holatlarini ko'ringlar, yaxshi holat turibdi. Mashinaga yaxshi magnitofon, yaxshi kolonka, audio sistemaga отдельно ahamiyat qaratishibdi. Salon holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Salon holatlari zo'r, pionerlar turibdi. Chexol, ko'ring, gaz uстановка bo'lgan. Namangan shahriga bo'lsa, general dokument ham beraman deyaptilar. Gofr ham yaxshi balon qo'yilibdi. Orqa holatlari ham mashina zo'r turibdi. Strashniy udar bo'lmasligi kerak, chunki choklari ham zo'r turibdi. O'zingizlar uchun bir qator texnik holatlarni, kraskalarni ham tekshirib olasizlar, ponni deyapti egalari. Mazza qilaman ishinglar uchun $2450 baholading. Kimga qiziq bo'lsa egalar nomerini qoldirib, telefon qilib baraka qilib olsangiz bo'ladi. Amir avtosavdoda arzonga yaxshi Matiz mashinasi. Mashina 2006-yil, kraska holatlari polni pishgan ekan. To'rtta balon holatlarini ko'ringlar, yaxshi holat turibdi. Mashinaga yaxshi magnitofon, yaxshi kolonka, audio sistemaga отдельно ahamiyat qaratishibdi. Salon holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Salon holatlari zo'r, pionerlar turibdi. Chexol, ko'ring, gaz uстановка bo'lgan. Namangan shahriga bo'lsa, general dokument ham beraman deyaptilar. Gofr ham yaxshi balon qo'yilibdi. Orqa holatlari ham mashina zo'r turibdi. Strashniy udar bo'lmasligi kerak, chunki choklari ham zo'r turibdi. O'zingizlar uchun bir qator texnik holatlarni, kraskalarni ham tekshirib olasizlar, ponni deyapti egalari. Mazza qilaman ishinglar uchun $2450 baholading. Kimga qiziq bo'lsa egalar nomerini qoldirib, telefon qilib baraka qilib olsangiz bo'ladi.